Kapitan Abbos Kamoliddinning hujjatlaringiz. Hujjatlarim uyda qolib ketibdi. Shtrafnoyga. Bemalol. Qoidabuzarligingizni bilasizmi? Bilaman. Nima? Ko'pchilikning yuragini o'g'irlab qaytarib yurmaganman. Qo'y sho'rlik. Aziz yurtdoshlar. Oyijon, agar men oxirgi intervyum bo'lsa, boshqa qiz o'g'irlab ketgan bo'ladi meni. Boshqa harakat davomida qoidabuzib kelyapsiz. Haddan ziyod chiroyli bo'lish bu hozirgi kunda katta jarimaga solinyapti. Yo'q. Mana men o'zim har kun 6 milliondan pul to'layapman. Sizga hozir mayli chegirma 3 million so'm qilib berishim mumkin. 50% skidkada 3 kunda to'lab olasiz. Tabiiy chiroylilikmi yoki sun'iy chiroylilikmi? Tabiiy chiroyliligi. Unda mayli, qoidabuzar bo'la qolay. Ana menda sun'iy chiroylilik. Qarang, Shohruxxonga o'xshaymanmi yo'qmi? Yo'q, quritilgan varianti. Endichi? Endimi? O'xshaysiz. Shohruxxon orqasidan ko'rganda ko'rdinglar. Qayerga ketyapsiz? Menmi? Institutga? Qayerda o'qiysiz? San'at va madaniyat. Aytdim, gapga chechang qayerdadir ko'rganman desam, qaysi fakultet? Nima kurs? Kino. Kino. Aktrisa xudo xohlasa. Yo'q, dramaturg, ssenarist. Wow. Bormi birorta yozgan narsalar? She'r bor, xohlaysiz? Qara. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Kuymaymiz visolning hijroni bilan. Qo'l ushlab orttirgan gunohimizni yuvamiz ko'z yoshning marjoni bilan. Eslamaymiz endi hech visol to'yini. Ichilgan qasamlar shunchaki ro'yo, sevgimizga guvoh anhor bo'yini yashagaymiz. Tushda ko'rgandek go'yo. Barchasi bir zumda kul bo'ldi qoldi. Xazonga aylandi sevgi gulshani. Biz yurgan yo'llarning izi yo'qoldi. Yo'qoldi sevgining nomusi sha'ni. Biz boshqa ko'rmaymiz bir-birimizni. Ko'ringlar. Hayotdan baxtli yashash kerak inson. Nima deb o'ylaysiz? Baxtli yashash uchun qaysi formulaga amal qilish kerak? Baxtli yashash uchun birinchi o'rinda o'zini sevish kerak. Bo'ldi. Keyin yaqinlarini. Siz bugungi sizni yaxshi ko'raman degan so'zingizni kimga ataysiz? Onajonimga. Qani marhamat. Onajonim, jannat iforligim, quyoshim. Meni hayotimda porloq nurga to'ldirgan, mehrga, muruvvatga boy mehribonim. Sizni juda yaxshi ko'raman. Mehribonim onam, beozorim onam. Onalardan eng ko'p gap eshitib turasizmi-ku, to'g'ri? Farzand sifatida. Kaltaga yeb turamiz? Yo'q. Haligacha. Yo'q. Yoshlikda. Yoshlikda. Eng qattiq gap eshitganingiz qaysi qilgan ishingiz uchun bo'lgan? Vaqtida ovqat qilmaganim uchun. Qarang. Kimnidir ko'rsangiz, ichingiz shuvitadigan insoningiz bormi? Bor. Kim u? Aytmayman. Aytmayman. Salom. Bunchalar zo'r